Siz va yaqinlaringizda varikoz kasalligi bor va siz mana bu operatsion stoldan qo'rqyapsiz. Operatsiya qilish doim ham shart emas. Uni oldini olish mumkin yoki bo'lmasam avvalgi birinchi darajalarda uni davolash mumkin. Keling bu holatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi bu oldini olish. Siz ota-bobolaringizda, ya'ni varikoz tomir bor, siz oldini olishni bilishingiz kerak. Demak, turmush tarzini o'zgartirish. Turmush tarzini o'zgartirish birinchi o'rinda tik turib ishlovchilar, o'tirib ko'p ishlovchilar va og'ir ko'p yuk ko'taruvchilarda oldini olish mashg'ullanadi. Demak, doimiy harakatda bo'lish muhim. Buning uchun siz ish joyingizda yoki bo'lmasam o'qish vaqtida ko'p o'tirgan holatingizda ozgina to'xtalish qilib yurib turishingiz kerak. Yoki bo'lmasa, ba'zi gimnastik mashqlar bor, shularni qilish kerak. Yoki o'tirgan holatda mana bunday mashqlarni bajarish qonni aylanishiga sababchi bo'ladi. Yoki siz tik holatda ishlaydigan bo'lsangiz, oyoqni uchiga va tovonga chiqib bunday mashqlarni bajarishingiz maqsadga muvofiq va bu holatlar albatta qon aylanishini yaxshilab beradi. Bundan tashqari sportchilar, og'ir yuk bilan ishlovchilar elastik bint o'rab yoki bo'lmasa elastik paypoq bilan kiyib shug'ullangan ma'qulroq. Albatta oldini olish. Sizda mayda varikoz tomirchalar paydo bo'ldi, siz o'ylanyapsiz. O'ylanmasdan flebologa keling. Buni skleroterapiya, ya'ni ukollar yordamida davolash operatsiyani oldini oladi.